AQSh prezidenti Donald Tramp farmoniga muvofiq to'liq va qisman viza cheklovlari o'rnatilgan davlatlar soni 19 tadan 39 taga kengaydi. Yangi farmon bilan to'liq sayohat taqiqi qo'llaniladigan ro'yxatga 7 davlat qo'shildi. Ular Laos, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger, Janubiy Sudan va Suriya. Laos va Sierra Leone avval qisman cheklovlarga ega edi. Kengaytirilgan ro'yxatda qisman cheklovlar joriy etiladigan 15 ta yangi davlat ham bor. Ular Angola, Antigua va Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominikana, Gabon, Gambiya, Malawi, Mavritaniya, Nigeriya, Senegal, Tanzaniya, Tonga, Zambiya va Zimbabve. Shuningdek, Falastin ma'muriyati tomonidan berilgan hujjat egalari uchun ham AQShga kirish cheklandi. Turkmaniston fuqarolari uchun noimigrant vizalarga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Biroq migratsiya maqsadida kirishga cheklovlar saqlanib qoldi. Oq uy bayonotida aytilishicha, ushbu choralar xavfsizlik tekshiruvlari, axborot almashinuvida doimiy va jiddiy kamchiliklarga ega bo'lgan davlatlarga nisbatan qo'llanilmoqda. Farmon doimiy yashash huquqiga ega shaxslar, amaldagi viza egalari, ayrim viza toifalari hamda AQSh milliy manfaatlariga xizmat qiladigan shaxslar uchun istisnolarni nazarda tutadi. Batafsil Vatandosh.uz sayti orqali o'qishingiz mumkin.